Qo'yib. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Rentpol bugungi obzorida shlifovka pola и parketa. Bu taxtani shlifovka qiladi. Mana eski holatini ko'rasizlar, mana kraska bo'lyapti. Bu apparat mana o'zini shtuka qo'yiladi. Endi 20 talik. И grubiy tosh qo'yasizlar, keyin undan keyin mana bunaqa o'zini nulyovkasiga nulyovka qo'yasizlar. Ideal holat keladi. Biz faqat hozir grubiyda o'tganmiz. 220 tokda ishlaydi. Toza turetskiy apparat. Mana o'zini birkasida ham Maden Turkiya deyilgan. Mamlasi o'zi balansirovkani ishlaydi, o'ngga chapga. Motori 2 kW, 220 da ishlaydi. Balonlar hammasi geliy. И o'zini mana chang